Кутмандуу күн мекендештер, мындан 10 күн мурун сделкасы болуп өткөн кардарыбыздын ачкычын тапшырганы келдик. Кардарыбыз Тажикстандын жараны, агасы менен иниси официальный жумушу болгондуктан ушу Балашихадан 2 бөлмөлүү 6,5 миллионго турак жайлуу болушту. Үй жөнүндө маалыматты толугу менен видео менен көрсөңүздөр тааныша аласыздар. Ал эми биз турак жайды көргөзгөнү кеттик. Musofir yurtida yurgan aziz musulmonlarimiz. Biz Tojikistonlik biz. 5 yil, 4 yildan beri Rossiyada kvartira snimat qilib yashab yuribmiz. Farzandlarim bilan, oilam bilan shu yerda biz. Keyin o'zimiz maslahatlashib shu yerdan kvartira olmoqchi bo'ldik va KG kompaniyasiga недвижимостьga murojaat qildik. Fevral oyida ularga dokument topshirib kvartira olishni boshladik. Ikkita o'g'lim ofitsialni ishlaydi. Shularni ofitsialni ishlagan dokumentlari bo'yicha mana bugunga kelib kvartira oldik. 21-iyun kuni сделка qildik bank bilan. Men bugun ключ oldik qo'limizga. Bugun mana kalitini oldik. Kvartira o'zimizniki. Xursand o'tiramiz o'zimizga uyda. Xudoga 5 yildan beri kvartiraga oila bilan 30 mingdan oshiq pul to'lardik. Mana endi xudo xolasa shu 5 yil ichida o'zimiz to'lash kvartirani to'lab olsak. Sizlarga murojaat qilamiz. Если biror nima kerak bo'lsa, KG недвижимостьga murojaat qilinglar. Ofitsialni ishlatgan bo'lsalaringiz sizlarga qo'ldan kelgancha yordam beradi. Mana biz ham ancha dokumentlarimiz to'g'ri bo'lishi qiyin bo'ldi. Shuning uchun ancha ko'p vaqt oldi fevraldan boshlab. O'zlari yordam berib biz dokumentlarimizga nimalarga yordam berib ancha qarashdi. KG недвижимостьga katta rahmat. Sizlarga ham katta rahmat. Rahmat, sizlarga ham rahmat. Kim olmoqchi bo'lsa, shu kompaniyaga murojaat qilinglar. Hamma dokumentlar bo'yicha maslahatlarni berib, qayerdan qanaqa kvartira kerak bo'lsa, sizlarga yordam berib, shu kvartirani olishda sizlarga yordam beradi. Mana biz o'zimizga ma'qul, o'zimizga oyligimizga yarasha bo'lgan kvartirani o'zimizga yaqin joydan oldik. Xudoga shukr. Mana endi registratsiya ham o'zimizga, hamma narsa o'zimizga. Har joyda registratsiya to'lamaysizlar, o'zlaringiz. Har oy kvarplata to'lagandan ko'ra oilaviy bo'lsalaring, kim oilaviy bo'lsa maslahat beramiz. Shu kompaniyaga murojaat qilib, sizlar ham kvartira olinglar. KG недвижимость. KG недвижимость. Oilamiz nomidan minnatdorchilikni bildiramiz. Kimga kim kerak bo'lsa murojaat qilinglar. Hammasi joyida, hech qanaqangi nima yo'q. Dokument, hamma narsa joyida. Ofitsialni bilan o'zlari qilib, o'zlari yordam berib, sizlarga shu kvartirani olishda katta yordam berishadi.